Dunyoda kasblar ko'p, har birining hayotda o'z o'rni, o'z ahamiyati bor. Lekin ular orasida shunday ulug' kasb borki, boshqa barcha kasblar uning negizida shakllanadi va taraqqiy etadi. Bu oliyjanob kasb muallimlikdir. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligi Andijon akademik litseyida Metin muallim nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbir ustoz va murabbiylarga bo'lgan chuqur hurmat va minnatdorlik ifodasi bo'lib, litseydagi yosh avlod tarbiyasida fidokirona xizmat qilayotgan ustozlarning mehnatini munosib qadrlash maqsadida tashkil etildi. Tantanali tadbirda litsey rahbariyati, o'qituvchi va murabbiylar hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Tadbir davomida ustozlar faoliyatiga bag'ishlangan chiqishlar, she'riy kompozitsiyalar namoyish etildi. Xushovoz san'atkorlar hamda iste'dodli yoshlar tomonidan ijro etilgan go'zal taronalar barchaga o'zgacha ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Tadbir davomida respublika miqyosida o'tkazilgan ko'rik-tanlov va musobaqalarda faxrli o'rinlarni egallagan bir guruh faol ustoz va murabbiylar diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan munosib taqdirlandilar. Akademik litseyda tashkil etilgan Metin muallim tadbiri bilim, tarbiya va intizomni ustuvor qo'ygan litseydagi ma'naviy muhitni yanada yuksaltirish, ustoz kasbining yuksak ahamiyatini targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etdi.